Hürmetli vatandaş, bugün liksiye. Edebiyatımızda qoğdaylı degan liksiye, mavzuluq liksiye. Bugünkü sağa 2026 yıl 5. ayının 10. günü. Haftaki yakşembe Washington'da sözleyimiz vatandaş. Liksiye. Edebiyatımızda qoğdaylı. Ben bir içtim su içiyorlar vatandaşım. Etrafımdan hemmesi sımtanap, qaysı birisi putum tiyik bitak edip ihtiyat kılımına vatandaş. Onu tatmışsan bu kamera alamaydı iken karan. Birisi çırakla, ikincisi çırakla, üçüncüsü kamera yüzünün. Biz ötkende sözlüge liksiyimizde şundak bir narsiga dikkat kıldığını bulgay vatandaş. İcabi obraz, icabi buludu, icabi fikirinin. Selbi obraz, selbi buludu, icabi fikirinin. Bir yerde bu mukumlaştı, şurada kandan mukumlaştı qalıq desiniz. 1942 yılı Cungu'nun daisi Mao Zedong, Yen'en edebiyat, sanat yığında sözlengen notok deydiğen bir eserini ilan kılıp, o 126 yıl hükmürallık kıldı, belki takı hazırgıça. Cungu tupuruğuda edebiyat sanatçıları. Ben Cungu'nun yüzünün tupuruğuda Cungu Xitay dili bilen edebiyat sanat bulamdı, ben dep oldum bu geplenişlerge. Lekin Uygurlarning edebiyatını etkanda, aşı Yen'en edebiyat, sanat yığında sözlengen notok bilen Uygur edebiyatı hükmürallık kıldı vatandaş. Demek siyaset belgilep badi degan gap. Şuna başta aytganda keleki ijabisi çokum ijabi buludu, obrazdan selbileri fakat selbi buludu, obrazdan. Onun deyin hazır estetizmlik kum bilen gap qilishni bilgansak vatandaş nima deymiz? Xunuk hodisalar tamam xunuk buludu. İcabi hodisalar tamam ijabi buludu. Dünyada bundan mantaqa yo'q vatandaş. Bizning mantaqamiz xunuklikdan güzellik apiriydi buludu belki. Güzellikten yani şundaqlı xunukluk mu apiriydi buludu bu çok. Çünkü bir yerde ütüşmeydiğen çıgıra yok. Tosavaladigan tosalgı yok. Çünkü hayat bu, turmuş bu. Hayatın mantaqısı ve turmuşun mantaqısı ana şundaq buludu. Herkes bu hayat mantaqısı bilen turmuş mantaqısı, edebiyat, tasavvur mantaqısı ve icadi mantaqalar bularning hammasi qo'shib bekilib aqliy, logikalik hukm yoki logikalik mantaqa bilan tang urug' qo'yman digil bo'lmaydi. Logikalik mantaqa, aqliy mantaqa u boshqa narsa, edebiyat bu boshqa narsa, ijodiyat vatandaş. Shundaqmi ya? Mesela alaylik Fransiyaning danglik yozuvchisi Mufassan Dondak deydiğen bir parça küçük eser, hikaye desin buldu, povest desin buldu. Bir maşinde birige olturup ketivatkan adamlar 40. yılda 2. Dünya uruşı Fransiyaya tecavüz kılıp kirgen Natsistler armiyası. Bir grup Natsistler armiyasıga bular ketivatkan maşini bilen uçuruşup kalıdı o vatandaş. Sınav şu yerde başlanıldı. Vatanperverlik hakkındaki sınav şu yerde başlandı. Milletperverlik hakkındaki sınav şu yerde başlandı. Bu maşinde oltargalı, gilaslıklı, paltolu, kostüm kiyip katı ziyalıyla. Belki şu vakitten doktorları, piştileri, şundaq adamlar. Onun içinde Dondak degan bir ayol var, cemiyete hakaretlengen ayol. Fransiya cemiyetine hakaretlengen ayol. Şu vaqtda German faşist neyiz?
armiyasının aldıda vatanperver bulup çıkılan kişi cemiyette hakaretlengen, hunik adamda hakaretlengen eliki Fransız ayal dondak. Vatan millet aldıda kahraman bulup çıkıdı. Eliki kostüm kiygen, buruldu kiygen, glas takkan, şilap kiygen, eliki ziyalıyla vatan millet aldıda vatanını şu meydanda Natses'te armiyası set kaldıraydı. Mana bu akide sahasındaki xonuklik, akide sahasındaki edebiyat xas güzellik o'ttirisindagi farq. Şuna güzellikten, xonuklikten, güzellikten apride bo'lishi bu hayat mantaqasi qo'ygan. Tasavvur mantaqasi qo'ygan, turmush mantaqasi qo'ygan. Şuna o'tganda og'zimda ketib qolgan shu so'zni bugun mush so'zim orqali sizlarga tushundirmoqchi bo'ldim, izohat bermoqchi bo'ldim vatandoshlar. Endi sizlarga so'zlaydiganimiz, bizlar so'zlayotgan bu leksiyalar yangi adabiy tanqidchilik iqimi Amerika Qo'shma Shtatlarida 200 yilga yaqin vaqt hukm surgan tanqid iqimi, adabiy tanqid iqimi. Balki men shunday o'ylaymanki, dunyoning adabiyot sohasidagi bo'lib Xitoylarning adabiyot sohasi nazariya buni ishiltanmaydi. Öz tərcümə qılıb taqatqan bilan məxsus ədəbiyyat nəzəriyəsi qılıb işlətməyi dərgiz göngçəndən yol qoymaydı bulağa. Бірақ Xitay tilində nəşr qılışı sən qalsan Xitay tilində paydalanışqı buladı degan gap bilan. Müşə keldi qazır. Əndazır gap nima desa ədəbi tanqidçilar qrupsi degan bu söz mavzu John Kelly Len Simon'un avtorluğunda yazılgan makale. Biz sizlerge bunu hem tanıştırış şeklinde, hem özleştiriş şeklinde, hem övünüş şeklinde sözlevatımız bu nazariyelerini vatandaş. Şundak birisinin göz karışı o olsun, birisinin göz karışı bu buludu. Bir yerde muhkim ortaklık veya bir deklik iyi boğan göz karış bulmaydı vatandaş. Çünkü ondakta o terakkiyat bulmaydı dünyada. Xuddi edebiyat sanat sahasida hodisa, edebiyat hodislari bu xuddi shundan qo'rqdi. Shunga bosh so'zlaganlarimizga agar bu bugundan boshlab so'zlaydiganlarimiz mos kelmay qolsa, vaqtida bu anada mundaq degan eding, ma'noda mundaq deding-ku demay, o'xshashmagan avtorlarning adabiy tanqid masalasi to'g'risidagi fikrlarining o'xshamasligi deb tushunsanlar. Ədəbi tanqidçilar qrupsi. John Kelly, Len Simon. Mundaq desək, qiziqarlıq tuyulur. Heç qandaq bir kişi bizga hozirgacha ədəbi tanqidning mohiyati xizmati nima degan masala bo'yicha aniq bir narsa aytib bergani yo'q. Yani ədəbi tanqidning mohiyatli xizmatini nima ish qildigan to'g'rida mayli tanqidchilar, mayli adabiyot nazariyachilari bu to'g'rida bizga bir narsa aytib bergani yo'q. Bizga aytib beradigan adabiy tanqidchilar ko'p salmoqni egallaydi. Mundaq adabiy tanqidning vazifasi mundaq deb aytib beradigan kishilar ko'p salmoqni egallaydi. Lekin ularning ko'pchiligi ishdan sirtqa chaqlarda adabiy tanqidchilik bilan shug'ullanadigan odamlar. Adabiy tanqid bilan shug'ullanadigan odamlar. Uzundan minib kelayotgan adabiy tanqidchilar va ularning ishidagi ko'zga ko'ringan adabiy tanqidchilar ishdan sirtqi adabiy tanqidchilar. Shunglashqa ularning adabiy tanqid degani qo'lining uchida ishlab qo'ydigan bir ishdir. İşte sirtqi. Yoki maxsuslashgan emas, kasblashgan emas yoki shu adabiy tanqid uning kasbi emas, ishte sirtqi ishlab qo'ydigan, qo'lining uchida ishlab qo'ydigan odamlardir. Ma'lum cheniqishdan o'tgan yoki muayyan adabiy tanqidchining safosini, suhbatini tayyorlagan kishilarmi bor. Bular bir ko'rib badiiy asarning yaxshi yomonligini ayirib ola oladi. Adabiyot san'ati, san'at sohasi sezgur olamda. Badiiy sezgurligi va go'zallik tuyg'usi chaqqan
ishlaydigan odamlar qandaq badiiy asarning yaxshiligini va qandaq badiiy asarning yomonligini yoki xunuk chiqib qolganligini darhol ayirib ola oladi. Lekin ularning tushunishi bevosita sezgi doirasida bo'lib, aql doirasiga kirgan emas. Bu to'g'ridagi yoki yaxshi badiiy asar yoki sifatsiz badiiy asar to'g'risidagi nazariyalarni tushuntirib berolmaydi. Ularning o'zining nazariyasi bo'yicha biz talab qilayotgan yoki biz tushunayotgan nazariyalarni tushuntirib berolmaydi. Darvaqa hech qanday xato emaski, o adabiyot tilni yaxshi biladi. Osh kishilarmi adabiyot tilini yaxshi biladi. Yoki adabiyot kirayotgan tilni, adabiyot tilini yaxshi biladi. She'riyat tilini yaxshi biladi. Obzor tilini yaxshi biladi. Adabiyot xos bo'lgan tilni, ana tilni yaxshi biladi. Adabiy ijodiyatchilar balki o'zi yozgan asarning yaxshi yomonligini biladigan adabiy tanqidchilardir. Men bu yerga qo'shilg'im kelmadi. Nima ish qilasizsiz? Masalan, bir yozuvchi o'zining asarini xatoligi nada, yaxshi tarafi nada deb baho berdi desangiz, bunda baho berishni xohlamaydi u. O mening asarim bunda yaxshi deydigan bo'lsa, uni jamoat qabul qilmaydi o'zining asarini o'zi yaxshi deb maqtab o'tsa. O'zining asardagi yetarsizlik tarafini e'lon qilib bo'lgandan keyin yetarsizlik tarafini his qilgan bo'lsa, men meyada xato qildim deb o'zini o'zi tanqidlab qolgan bir yozuvchini yoki bir shoirni men hozircha uchirtib boqmadi vatandosh. Chetlarni bularni bo'lman Uyg'urning ichida men bu she'rni xato yozibman, mundaq bo'lib qopti degan bir odamni uchratmadim hozir. Lekin tasavvur qilish qiyin emaski, san'atkorning san'at asarlariga qaratgan obzori, mahorat va uning unumi doirasiga qimmatdan olib ketolmaydi. Aşı adabiyatda ana shu yozuvchilarni, shoirlarni o'zining asarini o'zi baholaydi, o'zining asariga o'zi yaxshi baho beradi, yaxshini yaxshi deyaladi, yomonni yomon deyaladi deb qaragandimi? Lekin ularning fikr qilish doirasi o'zi ishlatgan badiiy mahorat va badiiy mahorat orqali erishgan unum to'g'risida to'xtala oladiki, boshqa cho'nqurlab fikr qila olmaydi deydilar. Bu to'g'rida balki hammani bilish mumkin. Agar ular xohlaydigan bo'lsa, ular fikr qilish huquqiga ega kishilardir. Shoir yozuvchilarning o'ziga qaratayotgan gaplar bu vatanda. İkinci xil adabiy tanqidchilar, faylasuflardir. Faylasuflar san'atning iqtidorini nihoyatda yaxshi biladiganlardir. Lekin adabiy tanqidchilik sohasida faylasuflarning san'at to'g'risidagi fikrlari tomtaq bo'lib qoladi. Ash falsafada qanday hukm bilan shug'ullangan bo'lsa, bular shunday fikrlar adabiyotga muomala qiladi. Bularning fikrlari tomtaq bo'lib qoladi. Faylasufning konkret badiiy asarni tushunishi, bo'libmi ularning mahorat va unumni tushunishi parcha-parot va yuzaki bo'lib qoladi. Davomli falsafalar shug'ullangan odamlar adabiyot sohasiga kirganda mana bu ishlar bo'lib qoldi. Ko'z qarashi yuza parcha-parot bo'lib qoladi. Parcha-parot bo'lib qoladi. Hech bo'lmaganda men shunday qarayman deydi avtor John Kelly. Chunki hozirgacha qaysi bir faylasuf adabiyotga ko'ngil bo'ladigan faylasuf, ya'ni biz tilg'alayotgan faylasuf tafsiliy va konkret yozgan adabiy tanqid orqali o'zida mo'shundaq bir iqtidorning borligini isbotlab bergani yo'qan. Boshlaydi-ku. Yozuvchi shoirga qo'ygan talabingda mohirqi natija shu. Tanqid, adabiy tanqidchilikning faylasuf qo'ygan talabing oxirgi hisobda natija shu. Hatto men shunday his qilamanki, deydi avtor John Kelly. Bu faylasufning kishilarni ta'sirlantiradigan, qoyil qiladigan hukmlarimi adabiy tanqid sohasida putirab turolmaydi. O felsefede hukm bilen iş görgende edebiyat sahasında hukm bilen iş gelse bu edebiyat tanqid sahasında bitirip duranmaydı.
ularning yozgan adabiy tanqid asarlari qaramoqqa konkret badiiy asarni tahlil qilgan badiiy asarni tafsiliy tadqiq qilganda ko'rinsimi, lekin tagi-tagini aytganda ular yozgan adabiy tanqidlar falsafiy hukmlarning negizlik yashmisidir. Hali bir gap bor Uyg'urlarda vatandosh. Masalan, chashqanni harbaga qassang, katning astig'i so'raydi deydi. Hozir faylasufni yetilib kelib adabiy tanqidchilik sohasiga qo'ydigan bo'lsang, uni o'xshashda o harbini adabiy tanqid sohasidan falsafa sohasiga so'raydi deganlar. Adabiyotni tushunadi-yu, lekin ko'z qarashi faylasufdan tomtoq bo'ladi. Üçüncü xil adabiy tanqidchilar oliy maktabdagi adabiyot darsi lektorlari, professorlari deyilgan. Bu kishilar dal biz ehtiyojli bo'lgan kasbiy adabiy tanqidchilardir. Mana bu qiziq taraf ekan. Amaliyotdan shundaq-da, vatandosh amaliyotdan shundaq. Adabiyot sohasida shu dars o'tgan, dars bergan lektorlar, professorlar adabiy tanqidga ko'ngil bildigan kishilarmi shu, adabiyotga ko'ngil bildigan kishilarmi shu, nazariya tadqiqot sohasida. O'qirmanlar, tadqiqotchilar deganlarni o'zlari boshda aytganda ishdan sirtqi odamlar. Eng asosiysi oliy maktablardagi lektorlar va professorlar adabiy tanqidga ko'ngil biladi. Adabiy tanqidchi bo'lish sifati bilan ular faylosoflarga solishtirganda hargiz qilishmaydi. Bilish, tushunish, hukm qilish. Yoki mandaqami asar, yoki andaq asar deyishda bu tanqidchilar faylasoflarda hargiz qilishmaydi. Lekin professor, lektorlar odatda adabiy tanqidchilik bilan shug'ullanmaydi. Mana shu gap. Adabiyot fakultetida, oliy maktablarda, mustamlak Uyg'uristonda ishlaydigan xizmatchilarning hammasini adabiy tanqidchilar deyishga bo'lmaydi, lekin ulardan kutiladigan umid bu jon kellining umidi ekan vatandosh. Bu har bir odam tanqidchilik bilan shug'ullanolmaydi. Mumkin emas. Masalan, o'zi o'ylaganni, o'zi bilganni, grammatik asoslari va nizomnomalar puxta bo'lgan bir asosda adabiyot san'at sohasiga elib chiqadigan bir maqolani tashkillashning o'zi o'ng'ay emas, o'ng'ay ish emas vatandosh. Bu emgak bu. Hemen chonqur emgak, zihni emgak bu vatandosh. Eg'ir emgak. Hammasi elib chiqolmaydi. Shuning uchun bir qismlari deydi. Bu tipdagi oliy maktab xodimlarining kasbiy axloqi degandek yuqori emas. Nima desangiz, bular yaratmaydigan emas, xohlamaydigan emas, yoki qo'lidan kelmaydi, yoki adabiy tanqid bilan bu sahnaga chiqadigan bo'lsak, jidal majroning ichida qolamiz deydigan odamlar deydi. Shunga bunday kishilarni maktab xodimlarining kasbiy axloqi degandek yuqori emas. Kasbiy axloq yo'q odamlardir. Maqsadlikmi? Yoki maqsadsizmi? Ular hiylagarlik bilan barliq usul choralarni ishlatib, sharaflik va zamon tarafidan belgilangan mas'uliyatdan o'zini qochirdi. Bir millat bir adabiyot bor ekan, sen buni dars kelib kiribsan, oliy maktabga kelib kiribsan, bu to'g'rida hamma ijodiyatmi bo'ladi, tanqidlashmi bo'ladi, prozami bo'ladi, she'riyatmi bo'ladi. Bu to'g'ridagi nazariyalarni o'rganish orqali, amaliyotga birlashtirish orqali, ijodiy kayfiyatga yozuvchining, shoirning birlashtirish orqali, yakolar erishgan mohiyat, boshda aytdik-ku, mohirlik, mahorat va mahoratlar unum o'ttirisidagi o'xshashlik va farqlar orqali bularni tafsiliy tahlil qilib, analiz qilib, xalqqa topshirish bu sening zamonning sana bergan vazifasi. Sen lektor, sen professor, adabiyot darsi o'tsan, lekin sen buningda hiylagarlik bilan qechiyapsan. Natijada ular nihoyat osonla jamoat fikridan ayblashlardan qutula olmaydi. O'zini qochira olmaydi. Jamoat fikri bundaqlarni ayblaydi. Agar eng oxirda harakatga solganda unum beradigan bir adabiy tanqidchi o'lchimi tikilmoqchi bo'ldi ekanmiz, biz buning adabiyot darsi, professori
ümit bağlaymiz. Bu devlette yani Amerika'da adatkilik eşsak yanılı İngiliz dili profesörleri kerek. Edebi tenkit ulanın hizmeti içindeki iştir, deydi aptar, John Kelly. Yani bu ahir sürgünü tilini yaxşı İngiliz dili profesörleri İngiliz dili neşir kılınan edebiyatga ega bol. Gap bir ağız gap şu. Edebiyatga ega bol, lekin tilni yaxşı Bu edebiyat til sanati deymiz go, şunda. Til sanati. Sen elevatkan, sen işiltivatkan til zade nime? Nimeni aks ettirdi ve nimeni ifadalep berdi. Bu senin kolun arkalı o til. Til milletin tili, senin tilin emas. Kandak ifadaleydi, kandak jayı koysun, nime mana berdi, kandak jayı koysun, kandak mazmun buludu. Muşlarının hemmisini sen şuna kontrol kılıp durursan, gep şuya kelgende ne deydi? Hizmet işideki iş. Sen kılışın kerek bolgan iş. Çünkü sen profesör, lektor olup, Ali mektep işlevatsı. Edebi tenkitçilik bu zaman sana tavşuğa vazife. Çünkü bir millete edebiyatlı buldukça zaman sana şunu tavşuğa, sen şunu kılışın kerek. Edebi tenkitçilik tehime ilmi buluşu lazım. Edebi tenkit tehime doğru ve sistemlaştırılışı lazım. Bu demek edebi tenkit'in terakkiyat alimlerin ortak hareket kılışı ve bu yol tırışçallık görüşüne bağlıktır degeldikleri. Yani edebi tenkitçilik mas kilidgan organ ali mekteplerinin edebiyat kapidrasıdır. Edebi tenkitçilik işten sırtki çağlarda tasadüflü kılıpla koyduğun iş emas. Çoğum ayrım kişiler bunun bütünlüğü varislik kılışı, ilgi buluşu gerek. Birleşip, bir kesip, şüphesiz estadil muamele kılışı gerek. Bizden tenkit grupsi diginimizden kısmen mezmunu, ben müşrine de ibaret vatandaş. Kamera tüyüp gitmesin, vakit tüyüp gitmesin, toxtab durayı. Kalkan gep boz keyin kılıp algı buldu vatandaş.